ketdimi deb o'zlari boshlab ketsalar asal. Hammaga assalomu hurmatli yurtdoshlar, sizlarga xush kayfiyatlagan holda va energetik balansingiz yuqori darajada bo'lgan holda biz keling tanishamiz podkastini sizlarga namoyish etamiz. Biz boshladik. Nonimizni va shu yarimta o'ltirib chiqib. Nonimizdan yeb qo'ydilar. Chiqib ketsak-a? Sanku mayli, men вообще chiqib ketishim kerak. Aka, endi videoshi anaqa videoshi bo'lyaptilar. Endi mana endi. Endi atechich. Bo'ldi, bora. Boshlaymiz. Assalomu alaykum. Biz yana qaytdik. Keling tanishamiz podkastda va Shahloxon hamda Nigina va bizda mehmonimiz Sardor Saidov. Assalomu alaykum. Mr. Saidov taxallusi ostida. Mendirman o'sha. Albatta, sizdir o'sha. Sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Rahmat. Rahmat kattakon vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun. Sizni ko'rib nima deydi, quyoshlar porlab ketish kerak edi, lekin mayli biz hozir kech porlash uzoqga cho'zilmaydi, yaqin chunki soch ektiraman, porlashlar bo'lmaydi. Lekin aka siz uzun bo'ladi, favoritim siz bilasizmi? Ha, Belgacha. O'rib 40 kokil, 20 kokil qilib. bo'ldi, senga konkurent. Ha, вообще, konkurent ham gapmi? Men akani fanatlariman. Sardor Salamovga o'xshab olamiz. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Biz keling tanishamiz podkastda. Tanishib olamiz. Ha, siz bilan tanishamiz, qaytadan sizni kashf etamiz o'zimizga. Chunki sizni taniganimda yuz chehra Barkash deydi. javunchalik emas endi. Katta edik, mana chiroqqa o'xshagan. Endi tipaj bor edi, hozir tipaj umuman o'zgarib ketdi. Qanaqa qilib yetib keldingiz aka? Bu kunlarga gapirib bering. Bu kunlarga ko'z yoshlar bilan yetib keldim, albatta. Sog'lig'ida muammolar paydo bo'lgandan keyin yashash umidi va instinkti ko'payib ketar ekan. Yanada jumbushga kelib ketar ekan va harakatni odam boshlar ekan. Mana shu bilan 35 kilodan sal oshiqroq ves, ya'ni kiloni tashladik. Mana hozir o'zimni juda ham yengil his qilyapman, lekin bundan buyog'iga tashlasam xunolashib ketaman deb o'ylayman. O'sha anaqalar ham qolmaydi, obrazda ham qolmaydi. Obraz qolmayapti ham, amallab mo'ylov nimadirlar yopishtirib, amallab o'ynab berish harakat qilyapman men ukalarimizga ham. Lekin baribir o'zim ko'nglim to'lmayapti otalarning obrazida. Necha kilodan? 125 kilodan 92, hozir 89 daman. Necha oy davomida bo'ldi? Xo'p, 6 oy, 6 oy, 5 oy, 6 oy. Sog'lom ozish. Sog'lom ozish, albatta. Maslahat beraman, kim ozmoqchi bo'lsa, o'zi umuman endokrinolog bilan maslahat qilish kerak. Birinchi o'rinda endokrinolog, keyin siz analizli topshirishga yuborishadi va o'shandan keyin sizda gormonal qanaqadir buzilishlarmi yoki bir oshqozoningizda, jigaringizda muammolar bo'lishi mumkin yoki buqog'ingizda qanaqadir muammolar bo'lishi mumkin. Odam bekorga yeyverib ham semirmaydi. Bu qanaqadir organizmda buzilish bo'ladi va o'sha buzilishlarni endokrinolog aniqlaydi. Endokrinologga albatta yaxshisini topish kerak. Endi tanish bilish hammalab topsanglar bo'ladi. Keyin u sizlarga etaplarni tushuntiradi. Davolanish kerak bo'lsa, davolanasizlar. Agar parhez qilish kerak bo'lsa, parhez qilasizlar, albatta. Hozir shunda siz 6 oy davomida правильное питание deydi, albatta to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri ovqatlanishda hamda sport. Iskandar To'xtayev degan ajoyib bir sport endokrinologi bor. Ana shu inson hozir mani sostoyaniyam, ya'ni mani holatimni monitoring qilyapti. Har 20-30 kunda mani organizmimda qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti. Chunki tez ozib ketgan odamni organizm shok holatiga tushib qolishi mumkin. Sahar kasaliga chalinib qolishi mumkin, ya'ni qandli diabetga tushib ketib qolishi mumkin saharlari yoki ko'tarilib ketib qolishi mumkin. Moddalar almashinuvi noto'g'ri ketib qolishi mumkin. Intensiv mashg'ulotlar jarayonida odam terlaydi. O'sha terlagan payti foydali bo'lgan organizmdagi elementlar chiqib ketib qoladi.
Shu narsalarning hammasini bittada ushlab turish uchun albatta vitaminizatsiya qilinadi. Va aptekadan, ya'ni dorixonadan o'zini preparatlari bor. Jigarni qo'llab-quvvatlashga, oshqozonni qo'llab-quvvatlashga yoki deylik o'sha buqog'i qo'llab-quvvatlashga o'zini preparatlari bor, o'zini dori-darmonlari bor. Va albatta to'g'ri ovqatlanish 5 oy davomida 1200 kaloriya bilan ko'z yoshlar bilan qiynalib minimal 850 hisoblanadi, lekin uni 800likni chidash. normal odam bitta o'tirishda yeb oladi, butun kunlik ratsionni. Uni bu juda ham kam hisoblanadi. U sabr toqat. U kam hisoblanadi, lekin 1200 da ham qornimizni ochib qo'ygan paytlari bo'ldi, chunki intensiv shug'ullanish, men 4 soatdan trenirovka qilaman, 4 soatdan shug'ullanaman. Deylik, kelib kardio mashg'ulotlarni o'zi 1 soat bo'ladi yoki 1,5 soat bo'ladi va undan keyin siloviy упражнение ketadi, ya'ni kuch bilan bog'liq bo'lgan va undan keyin yana 1 soat, 1,5 soat yana begovoy, ya'ni yurish yo'lagida yuriladi. 4,5 tezlikda va intensiv ko'tarilishda yuriladi va shu bilan osilib, amallab hatto shunaqa paytlar bo'lib qo'yganki, qo'limda kuch qolmaganda og'zimni haydab ketgan paytlarim ham bo'lgan. Chakalarimni haydab ketgan. Siz charchaganingizda unaqa haydayotgansiz, odamlar o'zi tabiiy shunaqa haydaydi. Muborak bo'lsin haydovchilik guvohnomasi. Rahmat. Bizni kursdoshimiz ham desak bo'ladi. Men 33-34 ga kirib endi men haydovchilik guvohnomasini Siz qancha o'qidingiz? Pravaga. Bu 1 yil o'qidi. Voy javob. Yo'q, men o'zi hisoblab ko'rsa, men 2020-yildan o'qidim. 5 yildan. Men qancha 1 yilda. Lekin o'rganib ketasiz, nima qilmaydi. 1 urasiz, 2 urasiz, 3 urasiz, keyin shu bilan taksiga o'tib ola qolasiz. Zo'r motivatsiya bo'ldi. Juda ham qattiq motivatsiya bo'ldi. Eng asosiysi men bugun bitta o'zim hech kimsiz, oldimda hech kim yo'q joyda mashinaga rulga o'tirdim va mashinamni haydadim. Eng asosiysi hech qanaqa isterika yo'q. Nima deydi, резкий движениялар yoki rul ustiga chiqib olishlar yo'q. Rul ustiga ham chiqib olasiz. Yo'q, menda emas. Orqaga o'tirib, rulim qani deb o'tiramaysiz. Oldimda o'tiradigan odamlarda. Albatta, ularga alohida oylik to'laysiz va siz ular bilan siz bilan ular yurishadi. Shunaqa? Yo'q, mana. Bu insonga men oylik to'lamayman, lekin siz olib ketadilar. Sizga ham tekinmi demak? Xavf doirasidagi tekin odam. ularga xavf ostida yurasiz baribir. Hech nima qilmaydi, ozishingiz ham mumkin. Qo'rqib osib ketishingiz ham, lekin u noto'g'ri hisoblanadi, qandli diabetga olib kelishi mumkin. Ana. Sahr bo'lib qolsam sanda ayb. Aslo unaqa qilmaylik. Mayli. Eng asosiysi, bilmayman, shu tanishlarim orasida sog'lom ozganlardan biri, mana shu Sardor aka bo'ladilar. Juda ham go'zallashib ketyapsiz. Juda. Men ozganimni ko'rib, kechiringlar meni. Dori ichib ozing deb reklama qiladigan dori vositachilar ko'p chiqadi. Reklama qilib bering deyishadi. Men aytdim, "Ha, sizlarni demak dori mahsulotinglarni ichib men ozgan bo'laman, to'g'rimi?" Ha. Xo'p, nech pul berasizlar? Siz bunaqa summa yo'q, qo'yinglar, palonchiroq summa beringlar, men bilan kontrakt qilinglar, xuddi Cristiano Ronaldoga o'xshab, mana Fana degan bir ajoyib bir yashil fondagi dori vositasini o'sha deb men ham ambassador bo'lib olaman. Men buncha summa bera olaysizlarmi deganimda lablariga uchuv toshib ketdi, qo'rqib ketgandim. Narxi eshitib. Sahr oshib ketgan shu joyda. Endi men deyapman, men ko'z yoshlar orqali, nimalar orqali men qanaqa ozayotganimni va nimalardan voz kechganimni sizlar bilmasdan turib, qaysi vijdon bilan sizlar reklama qilib bering deb chiqasizlar deb urushib berdim, keyin qaytib chiqishmadi. Keyin. O'sha kompaniya yopilib ketganda shu joyda. Shunaqa bo'lishi ham mumkin, qaytib chiqmadi. Bir do'konlarni ochdi, keyin do'kon ochgan payt do'kon ham yopilib ketdi menimcha. Ular bizlar mahalladan ochuvdi. Bo'ldi endi siz gaplaringizdan keyin qattiq gaplardan keyin o'sha depressiyaga tushib sahrlar oshib. O'ttiga besmертный xotirlar menimcha ularga. Bo'lishi ham mumkin lekin to'g'ri operatsiyasiz olsa bo'ladi. O'zingiz uchun bilib olinglar shu narsani. Faqat harakat qilish kerak bo'ldi. Operatsiya bu eng so'nggi yechim. U 150, 200, 300 kilo bo'lib ketganinglarda qilmasanglar, chunki intensiv harakat qilib bo'lmaydi. O'shanda operatsiya qilishingiz mumkin, lekin men undan maslahat bermayman. Sizda bu qarorga kelish, получается, sog'lig'ingiz bilan bog'liq bo'lgan. Tochkasi, o'sha boshlanish tochkasi sog'lig'ingiz sababli boshladingiz. Bu misol uchun ijodiy faoliyatingizda, o'zingizda misol uchun inson sifatida qanaqa o'zgarishlarga olib keldi bu narsa?
Endi to'g'risini aytsam, ancha harakatchan bo'lib qoldim, ancha sovuqqon bo'lib qoldim. Umuman hamma narsaga juda ko'p asabiylashadigan ham emasman. So'nggi paytlari, chunki og'ir vazn bo'lganda depressiv qanaqadir kunlarim depressiv o'tardi, boshimdagi og'riqlar ko'p bo'lardi, ko'p narsani o'ylardim, lekin hozir unaqa narsa emas. Juda ham sovuqqonman, kimdir nimadir qilib qolsa, mana misol uchun yo'lim boyam siqib ketishdi. Oynani tushirdim-da, hozir o'ylashdi, baqirib beradi deb o'ylashdi. Men shunaqangi pasil qildimki, ayyomlar muborak bo'lsin dedim. Okey, men bor uzr dedi, yo salomat bo'ling, okey, ehtiyot bo'ling, shoshmang deb qo'ydim. Lekin hozir o'sha do'mboli paytim bo'lganda kapotiga sakrab tashlaydim to'g'risi. Sakrab, sindirib, ochib. Oxirida. Hozir unaqa emas. Hozir o'zi umuman ijod tarafdan ham men hozir katta pauza qilib turibman, chunki yaqinda bitta production bilan shartnoma qildim. Reklama qilib ketsam bo'ladi. iCat Pro. Bilaman. Production. Po'latov. Po'latov Sirojiddinda o'lmasa aka, Po'latov Sirojiddin yaxshi o'zimizning aka ukalarimiz bor. Shular bilan shartnoma qildik va ular bilan kelishib endi kontentlarimizni ham professionalroq tarzda, chunki meni qo'limdan nima kelishini, meni iste'dodim qanaqaligini men o'zim juda ham yaxshi bilaman. To'g'risini aytsam, sal zerikdim u narsadan, sal to'ydim to'g'risi. Chunki 34 ga kirdim. 6 yildan keyin 40 qurib qo'yaman. O'shanga inshaalloh albatta nasib bo'lsa. Albatta viz botda narsa aytib. Sal jiddiylashmoqchiman. Sal. Lekin desertga har shanba kuni svежий komediyalardan berib turish, barra komediyalardan berib turish niyatim bor. Chunki meni odamlar baribir komediya orqali tanidi, meni qiluv-larimni, meni gaplarimni, firmenniy maxsus gaplarimdan tanishadi, ularni chetga surib qo'yish yo'q, hurmatli do'stlar. Cho'chimanglar, duxinglarni bermanglar. Yomondan bo'ldi. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, biz ketdik. Sardorda yechib oldingizmi futbolka? Yo, Abogulanov. Yo, bu sovg'a вообще. Bu shapagolik просто. O'shanga ustidan kulib mana shu sovg'a qiluvdik. Siz shapagolikmisiz? Sardor aka, ayting. To'g'risini aytsam, pulim dahshat ko'p bo'lsa, men lekin aylanverardim do'konlarni. Ana. Chunki nimaga men endi publichniy lичность deydi-yu, nima deydi anu? Odamlar ommaviy insonman. Takoy kiyimlarni kiyishga yoqadi. Hozir ayniqsa endi suavemente bo'pti. Chunki razmer topa olaman bemalol, cho'chimasdan. Endi oldin qo'li uzun bo'lib qoladi, qorin to'g'ri kelmasdi, misol uchun. Yoki qorin to'g'ri kelsa kalta bo'lib qolardi. Mana shunaqa. Hozir endi mana hozir mashinamni o'zida ham deylik bir 4 ta 5 ta dejurniy, ya'ni kostyumlarim turadi. Tushganlarda so'radilar, kostyum shib kerak emasmi? Mana qorasi bor, bardovisi bor, jigarengi bor, oqi bor va ko'ki bor. 5 ta kostyum olib qo'yganman. Va sportivkalarim bor, futbol uniformalarim bor. Mashinamga o'tirib ko'rsanglar, garderob bo'yapti. Ayollar ham unaqa yurmaydi menimcha. Men Erkin Bozorov mashinasini ko'rganimda ham xuddi shunaqa edi. Alg'ovda mashinasi, meniki ham xuddi shunaqa hozir. O'z menimcha hammada shunaqa bo'ladi, borku. Mashinam yo toza turadi, bagajning bir xonali, lekin bir xonali kvartira. Endi bo'lishi mumkin, juda ham akkuratniy insonlar bo'lsa, lekin hattoki mashina yuvilgandan keyin ham rullarini artib, latta bilan artadigan odamlar ham bor. Perfeksionist inson menimcha. Unaqa odamlardan qo'rqish kerak, uni psixikasi joyida bo'lmaydi unaqa insonlar. Da, ba'zida bo'ladi bunaqa narsalar ham. Bu moment nimadir bilan kelib qolishi mumkin. Qilib joyiga qo'yib hammasini. Okay. Mana ijod haqida gapirdingiz, Sardor aka. Sizni men aktyor sifatida taniyman. Ko'pchilik sizni bloger sifatida tam qaysidir komik Vine'lar orqali tanishadi, lekin Sardor aka professional aktyor, san'at institutini u payt madaniyat bo'lmagan. Yo'q, san'at va madaniyat instituti bo'lganida men bitirdim. Даже так. San'at va madaniyat instituti bo'lganida men bitirdim. O'zi teatr bilan bog'liq qanaqadir proyektlarda
Ishtirok etganmisiz? Albatta. Men o'z to'g'risini aytsam, oilam san'atkorlarning oilasi bo'lganligi uchun opalarim san'atkor. Musiqa sohasida ko'proq ijod qilishadi va yoshligimdan boshlab ko'p joyda aytganman, bundan so'ng spektakllarga, operalarga, baletlarga, musiqali dramalarga va simfonik orkestr konsertlariga ko'p olib borib turishardi. Endi men oddiy Chilonzor Chapani gimnaziyasida o'qiydigan bola bo'lganman. Lekin san'atni oshufta qalb egasi edim o'sha payt. Borardim, ko'rardim, menga qiziq bo'lardi. Men aytdim, nimaga meni shu glerga bermaysizlar? Men 3-mi, 4-sinfda savol berganman. Yo, sen aynab ketarding, seni hech kim kontrol qilmasdi. Sen qora qamish, o't yo'q deb. Xullas amallab sovutishgan va o'zimizning shu o'zbek filmlar chiqishni boshlagan. Mani kumirimga aylangan inson bu Bobur Yo'ldoshev bo'lgan, o'zbek kinematografiyasida. Ofitsial shogirdman desam bo'ladi. Voy, Bobur akanimi? Tipa-da. Keyin shu Ulug'bek Qodirovlar chiqqan, anaqa bo'lganda, revolyutsiya bo'lgan bizani kinoda. O'sha Rustam aka boshlab bergan. Keyin bora o'sha bizani media soha, kino sohasi portlatgan payt bo'lganda, o'sha paytda biz ham nima qilishni bilmay, qiziqishimiz katta bo'lganda u narsaga. Biz ham o'xshamoqchi bo'lib, o'shanaqa prichoskalar qilib, o'shanaqa deylik, sochlarni orqaga tarab bo'lgan u payt sochlar. Qora ko'ylakli, oq galstuklarni kiyib, nimadirlar qilib harakat qilardik-da, ularga o'xshashga. Keyin shu opam meni adamdek bo'lib qolganlar, akamdek bo'lib qolganlar, tak stop. Jiddiyroq narsa bilan shug'ullangan. Nima bilan jiddiyroq shug'ullansam bo'ladi? Shu teatr studiya bor deganlar. Qanaqa teatr studiya desam, Diydor degan teatr studiya bor, Bahodir Yo'ldoshev kirgan. Bo'lib borish kerak degan. Men u paytda umuman nima teatr sohasi nima, unga qanaqa kiriladi, aktyorlik sohasi nima umuman bilmaganman haqida. Va Shukurjon opa Safarova degan aktrisa bor. Milliy teatrda ishlaganlar uzoq yil davomida. Shular konservatoriyada ham aktyorlik mahorati o'tiladi. Kimga? Opera aytadigan, akademik vokal, akademik xonandalikda o'qiydigan insonlarga aktyorlik mahorati o'tiladi. Ana shu ustoz menga etud nimaligini tushuntirganlar. Предлагаемые обстоятельства, ya'ni o'sha berilgan shart-sharoitlar nima hammasini o'rgatganlar va Diydor eksperimental teatr studiyasiga 2010-yilning ton topshirganman. Voy, men 2012ga 12da borganman. 2010-yil topshirganman va o'sha o'qish davomida shu o'qiganmiz o'sha yerda. Men o'ylaymanki 4 yillik bazani olib bo'lganman men. Yarim yil, 1 yil, 2 yil ichida. U payt Sergey Mixaylovich bormidilar? Men ketayotganimda keluvdi. Sergey Mixaylovich keluvdi va men молодежный, ya'ni O'zbekiston yoshlar teatriga o'tib ketganman. U yerda sahna ishchisi bo'lmam ishlardim va teatr studiyasida aktyorlik mahoratidan dars olardim. 2010-yil men institutga topshirganman, kira olmaganman. Televideniya va radio rejissyorligi. 2011-yili estrada va ommaviy tomoshalar rejissyorligi kursiga qabul qilinganman. Men aktyorlikka topshiraman deganimda uydagilar yo'q deyishardi. Nimaga bunaqaligini bilmayman. Endi balkim statusdir, qanaqadir rejissyor baribir bir pog'ona baland yuradi. Menga unaqa pog'ona qiziq emas, menga mashhur bo'lish qiziq edi. Men ko'rishda rasm tushaman, rasm o'sha narsa qiziq edi menga va shu bilan mana shu darajaga, shu yo'lgacha ham keldik, xudoga shukr meni. Xatti-harakatlarimiz bilan albatta. Spektakllarda o'ynaganman. Keyin 2018-19 qaytganman Diydor teatr studiyasiga. Qaytganman. U paytda o'sha DJ-lik qilib yurardim restoranlarda, to'ylarda. Institut bitirgan bola restoranda ishlab yurardim o'sha payt. Shu hali-haligacha hazm qilolmayman. Rejissyor. Rejissyor diplomi bor inson. Va shundan keyin qaytganman, spektakl qo'yilgan, Boris Gafurov kelganlar, Mamasha kuraji qo'yganlar va u yerda eng obrazi ko'p aktyor men bo'lganman, chunki 3 ta 4 ta rol o'ynaganman shu spektaklning o'zida. Ham qo'mondonni o'ynaganman, ham masovkada ham chiqqanman, u yerda ham raqsda ham chiqqanman, ham dutor, tabla chap chiqqanman, ular qanaqadir chol bo'lib chiqqanman, xullas. Qanaqadir. Xullas undan aytadi-ku, sement zavodiga kimsa men, chunki men ijod
o'ta yaxshi ko'rardim. Men o'sha harakat qilardim o'shanga, men qaynirdim o'sha payt. Va taqdir taqozosi bilan yana ketdim bu teatrdan. To'ylarim ko'payib ketib qoldi o'sha. Baribir o'sha moddiy taraf qiynab Odamni qo'yadi. tortadi. Uncha-muncha odam qiynab qo'yadi. Chunki o'zini sevimli ishi bilan shug'ullanib turadi, moddiy taraf boshqa joydan kelsa, baribir moddiy ketib qolaveradi. O'shanga oltin o'rtani topib, tilla o'rtami, oltin o'rtami, zolotaya seredina, o'sha narsani topish kerak edi. Ham sevimli ishingizdan pul topishingiz kerak. Mana hozir biz sevimli ishimizdan pul topamiz, Sevimli. Chunki mana baltat qilamiz, o'tirib olib, nagavarit qilamiz, o'tiramiz, gapiramiz, bu yerdan shitir sekin cho'ntagiga tushiradi. Endi bu kunga ham yetishi o'zi bo'lmagan. Yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bu to'g'risini aytsam, voy bo'lmabdi, o'xshamabdi, oq qilibdi, ko'k qilibdi deb kliplarni gapirishadi, kinolarni gapirishadi, boshqa qilishadi. O'tda qancha mehnat yotganligini, o'tda nechta odam qora terga bitib, botib, to'yist ishlatmaydi. Nechta odam o'tda qora terga botib ishlaydi, suvini suv demay, issini issiq demay, nechta odam shu qanaqadir media mahsulot yaratish uchun harakat qilishadi. Albatta. Bo'lmabdi deb qaysidir insonni kommentariyasi uchun ko'pirib ketadigan insonlar ham bor. Chunki Endi ssenariyni yozish ham o'zi emas. Yozish o'zi emas, albatta u miya qaynab ketadi. To'g'ri. Qaynab ketadi. Chunki o'zim ham mana deylik ssenariy yozib, men ssenariy yoza olmayman, tan olaman bu narsani, chunki yonimdagi do'stlarim yozishadi. Men undan ko'ra uni men ijrochiman, men ijro qilib beraman u narsani. Menga bersa o'sha vazifani, men ijro qilib beraman. Lekin men yoza olmayman. Yozishga ham talant kerak bor. U zaявление yozishda emas, lekin zaявление yozishda ham talantlilar bor. Iste'dodli insonlar bor, chiroyli qilib, gрамотный, o'sha qonun qoidalari bilan yozadigan insonlar bor. Bunaqa insonlar bilan yaqinda aloqani uzganman. Nima bo'ldi hozir? Xullas, shunaqa ehtiyot bo'linglar bunaqa odamlardan. Aha. Terpilalang aytolmayman. Yo, siz aniq kimnidir aytdingiz, men adashmasam. Aniq. Hayotlarida bo'lganda. Hayotlarimda bo'lganda, men o'chmansiz qoldirgan. Shunaqa xullas. Xullas, ijod to'xtatish niyati yo'q, baribir mana o'z ijodkor odam nenormalniy sog' emas deyishadi-yu. Sog' bo'lmaydi. Endi qanaqadir jihatdan sog' bo'lmasligi mumkin, lekin asosnalik o'sha miyasi ishlaydi, yaxshi ishlaydi u odam. Chunki hamma deylik aktyorlarni nazarda tutadigan bo'lsa, aktyorlar palon, aktyorlar pismanon deydi. Shunaqa deymiz-ku, aktyorlar qaysidir rol vazifasi berilsa, misol uchun ichki ishlar xodimini o'ynash kerak bo'lib qoladi yoki shifokor o'ynash kerak bo'lib qoladi yoki kimdir boshqa kasb egalarini o'ynash kerak bo'lganda u haqida ma'lumot yig'ish boshlaydi. Kuzatadi ular. Mana misol uchun men deylik MTRK, ya'ni Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan olingan Jinoyat va jazo degan serialda ichki ishlar xodimini o'ynaganman. Jinoyat va jazo? Jinoyat jazosi qolmaydi, kechirasizlar. Ikkinchi mavsumida o'ynaganman. O'shanda menga podpolkovnik rolini berishgan. Endi u yaxshi podpolkovnik bo'lmaydi. Yaxshi podpolkovnik bo'lmaydi. O'sha odamni rol, ya'ni dvuliki, ikkita yuzli insonni o'ynab ber deyishgan. Men u tushunganman u narsani. Vest tashlashing kerak deyishgan o'sha payt. Amallab 17 kilo vest tashlaganman. Shu mashqlar ketib, ozgina qorong qolib ketib qolgan. Mayka foydasi yo'q aytib qo'ya qolay. Mayka bilan strechlarni urib nimadirlar qilib napregatsiya qilib xullas o'ynab berganman. O'shanda deylik ko'p ichki ishlar xodimlarini kuzatganman-da. Ko'chadagilarni deylik o'sha internetlardan deylik poisk berib, o'sha ularning yurishlarini deylik gapirish. O'zimizning mahalladagi yaxshi o'sha mahalla nozirlarini hammasini ko'rib, ularni paxotkalarini, yurish-turishlarini, gapirishlarini, qanaqa qonun qoidalar bilan gapirishini, o'zini qanaqa tutishi, qanaqa so'rashi, hammasini kuzatganman. Chiroyli o'ynab bergan. Albatta. Personaj ustida ishlangan, obraz deyishadi. Obraz bu juda ham katta narsa. Obraz uchunchi mana sen kim obrazni, men mana odamning obrazini o'ynashim kerak edi deganda u odam bundoq qilib
qaychi bo'lish kerakda, o'zini tirs etib uzib qo'yish kerak, simini uzib qo'yish kerak, bo'ldi, o'sha obrazda yashash kerak u. Men bitta serialda o'ynadim. Nima edi oti? Oti ham esimdan chiqib ketdi. Hayot ayt degan, hayot ayt degan. O'tda yumshoqroq bitta bolani o'ynab chiqdim. Men kuzatganman unaqa insonlarni. Juda kuzatib, chunki unaqa insonlarni kuzatish ham shart emas, просто shunchaki oddiy ayolni kuzatsangiz ham u obrazni olishingiz mumkin bemalol. Lekin ularga sal bo'rtirganroq bo'ladi. Yo'q, lekin men u serial chiqqanda qo'rqdim, to'g'risi. Men Toshbo'ron qilishadi deb o'yladim, chunki personaj o'zi sal g'alatiroq personaj, lekin yo'q, oxirida hattoki ssenariy tugamagan ssenariy edi. Men bunaqa qolib ketishim kerak emas. Mana qanaqadir oqlab chiqib ketinglar, men bo'lmasam ketimdan yugurishni boshlashadi, bunaqalar deganimda, keyin nima qilamiz deyishdi deb men o'zim kallam kelib qoldi. Xullas, men bitta bor falokatlar bor edi, jinoyatlar, tam o'ldirishlar, nimalar, mashinani tormozini uzib qo'yishlar, hammasini men qilgan bo'lay deb chiqdim-da. Voy, zo'r yechimni topdim. Keyin shu bilan bitta to'lab yuborishdi. Joyda o'zimizdan bolalar misol. Chidamamaydi. Lekin juda ham o'zimni oqlab chiqib ketdim o'shanda. O'zi biluvdik, o'zi mana shu odam qotganini biluvdik deyishdi. Xudo shukr, yaxshi qabul qilishdi. Hech qanaqa toshbo'ronlar bo'lmaydi. Chunki men to'g'risini aytsam qo'rqdim-da. Meni videolarimni kesib olishadi, shariat peshvolarini, qorakallarning gaplarini qo'shib yorib, nimadirlar videolar chiqarib yuborish. Shunaqangi qo'rquvlar bo'ldi-da, roldan keyin. O'zimizdan seriallardan hozir albatta voz kechganman. Nechta serialga chaqirishadi, kechiringizlar. Nimaga, nima sabab? Bunaqa narsa bor-da. Oddiy sochiq olaylik. Oddiy sochiq. Siz qalinroq o'zingizga komfort qiladigan sochiq olasizmi yoki qanaqadir bir bozorda yurgan, yerda turgan sochiq olasizmi? Misol uchun. Komfort uchun har doim. Cho'ntagingizda pulingiz bor, misol. Cho'ntagingizda pulingiz bor. Komfort ola qoling deysiz, misol. Shunaqa qilasiz. Men o'zimga komfort ko'ra olmayman-da, o'zimda va o'sha summasi jihatdan ham, ssenariysi jihatdan ham juda bir rasvoy, raddibalo seriallarimiz ko'payib ketyapti. Qaynakani o'ynaysiz, studiyada hop qaynaka nima qiladi? Shu o'zini anaqasini, ukasini, xotinini zo'r nima deyapsizlar, ginat qilyapsizlarmi? Uspokoyitsa qilib, men unaqa rollarni o'ynay olmayman. Men qamab yuborishadi. Meni uydagilar mendan voz kechib oladi. Ani rolni o'ynagan, o'tda lekin men hech kimni dedim. Hech kimni zo'rlamaganman. O'tda meni ham hech kim zo'rlamagan. O'tda dedim personaj yasalgan dedim. Men dedim, narkoman, qayerda ko'rgansiz? Semiz narkoman dedim. Semiz giyohvand inson qayerda ko'rgansiz dedim. Hammasi bunaqa qiltiruvli bo'ladi-ku dedim. Qayerda ko'rgansiz dedim. Upitini, yaxshi mujik narko bo'lar ekan deb. O'sha urib olgandan keyin sekin anaqasini oldiga kelar ekan deb, men o'z boshida kelganingni yo'qotuvdim, aytdim, yig'ishtiringlar. Bunaqa jinlaromsizlar, miylar joydamisizlar. O, dedim, sarakulkaga borsanglar yaxshi. Psixiatrический больница bor. Borib kelsanglar, yaxshi davolanib olasizlar deb urush berib qo'yib qo'yganman, to'g'risi. Qattan shuncha nima deydi, ideya kelar ekan, shunaqa ssenariylarni yozishga. Men hayronman, men to'g'risini aytsam, borib o'sha yerga borib davolanib kelinglar deb aytdim-da. Men chiqib turishadi, yaxshi, mana o'zbek filmdan chiqishadi, o'zbek filmga borib kastinglar topshiramiz. Nimagadir o'tmaymiz shu yerda. Negadir o'tmaymiz, bilmayman. O'zbek filmi o'zini qanaqadir bir dunyosi bor. Men shu narsani shu yoshimga kirib tushundimki, kinochilar uchun olinadigan kino bor ekan va xalq uchun olinadigan kino bor ekan. Ha, tushunarli. Shu hattoki Diydor eksperimental teatr studiyasida o'qiyotganimizda ham rejissyorlar kelardi. Shu kinoshniklarni tanlab ketishardi. Kinoda chiqmagan insonlarni olishmasdi. Chiqqan bo'lish kerak tanlashda. Bilmayman, ularning kriteriyasi bo'yicha shunaqa. Lekin biz hozir oladi deb turardik, lekin o'tib ketishardi. Endi u payt Bahodir Tursunovich ham juda ham yuvelir bo'lganlar-da, ular ham. Talantli odamlarni tanlab, zargar bo'lganlar va o'zlarini anaqa aktyorlarini kinoga
klipga bergilari umuman kelmagan. Bunaqa rejissyorlarni tepib haydaganlar hattoki. Chunki bu inson shunaqa inson bo'lganki, farqi yo'q, ayol kishimi, qiz bolami, noto'g'ri bir gapni gapirib qo'ydimi, choynak o'chardi-da. Choynak. Yoki obrazga kirolmayaptimi, kelib shapatdan bitta berardi. O'zimga ham chap tarafning shapat urganlarida qo'llari achib kiyim sindirib yuborganda. U payt hali yosh bola edim, hali litseyda o'qib yurardim u payt. Keyin sindimi deganlar, keyin cho'ntaklarini bir pochka pul berganlar-da, shunda qo'limga yangisini olgan deganlar. Endi u payt rejissyor baribir anaqa nima deydi, o'zi qo'yayotgan qanaqadir spektaklni ssenografiyasini ko'rgisi keladi-da. Endi ularni nima deydi, maktablari ham juda ham eski maktablardan bo'lgan, Georgiy Brimov davridan qolib ketgan va har doim aytardilarki, Bahodir Tursunovich, joylari jannatdan bo'lsin, menda dirdilar ikkita progon bo'ladi. Bittasi o'zim uchun, bittasi yaqin o'rtoqlarim uchun. Hech anaqa nima deydi, shu narsa esimda qolib ketgan va aytardilarki, bu teatrga kelgan inson teatrga kerak emas, sizlarga teatr kerak. Chunki disiplina juda ham qattiq bo'lgan Jiydor teatrida. Juda. Endi hozirgacha bormi, yo'qmi bilmayman bu disiplina. Yo'q, hozir bu narsalar yo'qolib ketgan. Bobur Yo'ldoshev erkinlik bergan ko'pchilik bolalarga va yangi avlod kelish boshlagan teatrga va u teatr stilistikasi ham o'zgarish boshladi. Dinamichniroq spektakllar qo'yilish boshladi. Bu yog'iga endi ko'ramiz qani kelajakda nima bo'ladi. Sahnaga qaytish niyatingiz bormi? Bor, albatta bor. O'zi to'g'risini aytsam, yaqin orada ham bolalar bilan kursdoshlarimiz bilan ko'rishdik, bitirganimizdan 15 yilligini, 10 yilligini qildik. 10 yilligini qildik. O'shanda o'zi tanlangan bolalar bor, o'zi teatrga muhabbat qo'ygan, aktyorlikka muhabbat qo'ygan bolalarimiz bor. Bittasi O'lmas Urayev, Mirkamol Karabayev, Jaloliddinni o'ynagan Ostikan klipida. Yana kim? Bo'ldi ekan, 3 ta ekanmiz. Yana kim? 3 ta ekan. Ya estradnik bolalar bor. Shular bilan o'tirib nima qilamiz, o'zimiz bir teatr ochmaymiz-mi degan fikrlar ham bo'ldi. Hozir ko'paydi-ku unaqa kichkina teatrchalar. Chunki bizni payti bizni mahallada yomon bo'lar. Endi biz yosh bo'lgan paytimiz, o'sha teenager, ya'ni o'smir bo'lgan paytimizda Toshkent bo'yicha 8 ta teatr bo'lardi. Bitta xususiy teatr Ilhom bo'lardi. Endi u ham xususiy emas. Ilhom teatri bo'lardi. Bizga shunaqa tushuntirishgan endi u. Biz o'sha Молодежьda o'qib yurganimizda ham, ya'ni yoshlar teatrida o'qib yurganimizda ham festivallar bo'lib turardi. Konkurs aktyorskого pения bo'lardi. Endi o'shanda biz qatnashardik Молодежьda. O'shanda birinchi marta men Ilhomga borganman va aurasini ko'rib, to'g'risini aytsam, hayratda qolganman. Podvalda teatr. U joy o'zi podsopka bo'lgan. Kladovka bo'lgan. Bu nimalar bo'lganda u joy to'g'risi. U teatr asoschisi ham Mark Vaylam o'zi san'atdan yiroq inson bo'lgan deb eshitganman. U anaqa tatuni bitirgan deyishadi. Связи bitirgan, lekin anaqa san'at institutida shu anaqada продленка Moskva nima deydi? Продленка. Zaochniy bo'lsa kerak. Yo'q, zaochniy emas. Pri universiteti o'sha payt Qoshidagi. Nima bo'lgan Qoshidagi? Nima bo'lgan? San'at instituti Qosh. Ish qilib Qoshidagi anaqada nima dedi? Yo'q, studiyada. Studiya bo'lgan o'sha payt. Studiyada anaqa nima dedi? Rejissyor sifatida. O'zlarini o'z kallariga urib qo'ygan. O'qiganlar, ishlamaganlar. Tugaganlar urib. Endi yaxshi spektakl. Endi u payt Ilhom teatri u shunchaki anaqa nima deydi? 76-yilda asos topgan bo'lsa, 76-yildan oldin anaqa nima deydi? Shu har xil teatrlarda ishlaydigan aktyorlar spektakllardan keyin kechki payt yig'ilishib maslahat oshi qilib nima qilamiz deb har bittasi aktyorlar ideyalar tashab shu o'zini ishidan tashqari
o'zi xohlagan pyesalarni olib, ssenariylarni olib Chitkalar qilishgan. chitkalar qilishgan anaqa nima deydi, mini spektakl, где-то yarim soatli mono spektakllarda hattoki qo'yishgan. Keyin bu nima deydi, ommalashib ketgandan keyin shu Mark Yakovlech Shodlik gostinitsasini anaqasini podvalini ko'rib, mana shu yerdan joy olaman deb harakatini boshlaganda. Hamma aktyorlar o'tda shu Ilhom teatri faoliyatini boshlagan paytida hamma aktyorlar spektaklini o'ynab kelib, kechki payt soat 8da spektakl qo'yilgan. O'sha 8da Endi qarang, qanaqa darajada psixoodinochka bo'lish kerak edi. Uning uchun yo men hozir endi bular ham o'sha san'atga oshufta qalb egalari bo'lganda, haqiqatan. Ha, juda ham. Hattoki mana shu Hamza teatridagi aktyorlar, operetta, anaqa nima deydi, yana qanaqa teatrlarimiz bor, Молодежкаdan, elementarni. Qo'g'irchoqlar ham kelishgan, qo'g'irchoq ko'tarib. Qo'g'irchoq teatridan ham kelishgan, chunki katta anaqalarda nima deydi, katta maskalarda bizda spektakl qo'yilgan. Hattoki san'at institutidan studentlar kelib o'zligini diplom spektaklarini qilib qo'yishgan. Muhammad Abdulxayrov, Lola Eltoyeva, Bahrom Matjonov kabi zo'r aktyor aktrisalar o'sha teatrdan chiqqan. Ilhomdan. Seydulla Moldaxonov. Saydulla Moldaxonov. Men doim tug'ilgan kunimda tabriklaylar, hech ko'rishib gaplashmagan bo'lsam, Facebookda ularga tabriklab qo'yaman. Dad Sasha. Dad Sasha. Moskvada qolib ketdilar. Gapirgan gaplaringizdan shu narsani tushundim. Shu odamlarning reaksiyasi, kommentariyalar sizga ta'sir qilar ekan. Men o'z to'g'risini aytsam-chi, emotsional insonman. Men deylik nimadir ko'rsam, men yig'i kelib qolishi mumkin, deylik, jahlim chiqib ketishi mumkin. Hattoki oddiygina shu kuni qaysidir bog'chada bolachani urishyapti. Men to'g'risini aytsam, miyamga chiqib ketdi-da u narsa. To'g'ri, men yomon jahlim chiqib ketdi u narsaga. G'alati narsa-da. U hayvoniy hirsda. U urish, nimadir qilish, u tushuntirsa, boshqa qilsa tushunadi o'sha kichkina bola hamda yoki ota-onasiga telefon qilish kerak yoki nima qilish kerak, yo'lini qilish kerak-da. Xullas, uni uspokoyit qilish, ya'ni jim qilishi, yo'lini topsa bo'ladi. Chalg'itish kerak. To'g'ri, bu deylik o'sha bog'chapalikka hech kim majburlab olib kirib qo'ymagan. O'zi murabbiy bo'lish, o'qituvchi bo'lish, deylik, trener bo'lish yoki deylik, tarbiyachi bo'lish bu juda ham qiyin kasb hisoblanadi. Chunki biz bilmaymiz, uyda qanaqa sharoit, uydagi farzandlari uni gapiga quloq soladimi yo'qmi? Deylik. Va bu ishga kelganda o'zini qanaqa tutadi? Bu juda ham psixologik holat bo'ladi-da ularda. Ham u yoqda tarbiya berish kerak, ham bu yoqda tarbiya berish kerak. To'g'ri. Deylik, agar ayol bo'ladigan bo'lsa, undan ham qiyin. Chunki ayol deylik, u ishga boradi. Ishdan keyin yana ishga keladi uyga. Ovqat qiladi, kir yuvadi, boshqa qiladi, bolalariga qaraydi, nimadir qiladi. O'sha bolalardan qotgan nimadir qilib yeydi. Bu yoq qilib, keyin shu mana ag'dariladi, ertalab yana birinchilardan bo'lib turadi. Qiyin, ayol kishining pozitsiyasi qiyin. Men buni juda ham yaxshi bilaman. Endi bizga bo'lsa undan ham qiyin. Biz lekin nima deydi? O'zimizni qiyinlashtirib yuboramiz ham deb o'ylab qolaman bir xillarda. Ya'ni dramatizировать degan gap bor. O'zimizni holatimizni, o'zimizni qaysidir yo'limizni o'zimizni qiyinlashtirib yopib qo'yamiz rollarmish. Kommentariylar, o'sha siz aytib o'tgandek, to'g'risini aytsam, oldin asab ketardi, oldin tikka so'kishardi. Unaqa so'kishlarni eshitishmagan, hayotda adalari ham unaqa so'kmaganda-yu insonlar. deyolmayman. Hozir lekin yo'q, umuman ota-onangizni hojati qiling bo'ldi deb yozib qo'yaman. Bo'ldi. Maza qildingmi? Zo'rmi bo'ldi? Maza qilgan bo'lsang bo'ldi ota-onangni. Yo, prosta bo'l, yo'q, nima kerak bor? Yo, prosta aka, men bunaqa nima kerak bor, yo'q. Bo'ldi. Noqib zo'r qo'yaman. Chunki nima deydi, foizi juda ham kattaki, o'sha sizga kinoyingizga yoki rolingizga o'xshamabdi deb yozgan odamni o'zida kunduzi ishxonasida balki rahbari unga o'xshamabdi ishing. Shunaqa. Degani. Chunki o'shaning uchun bo'ladi. Shuning uchun ham unaqa narsalarga ahamiyat berish. Bu ancha. bir xilda bermasa ham bo'lmaydi, chunki o'zingiz psixologik holatingiz
nima deydi nakalonni ya'ni qizib turgan payt u narsa ko'zingiz qo'zib yana yonib ketadi lekin qilib bayon yo insho yozib yuborishingiz mumkinda oyingni deb boshlaysizda keyin shu bilan tugatib qo'yishingiz mumkinda endi onalarda yo boshqalarda ham ayb yo'q lekin o'sha insonni ota onasi harakat qilmaganda o'sha inson tug'ilmasdi misol uchunda o'shanga ular aybdor Bu odam tug'ganiga. O'sha odam lekin hayotda agar menimcha siz bilan ko'rishib qolsa oldingizga kelib rasmga chiqadi. yo'q makillaydi chunki bunaqa holat bo'lgan biz endi vayn qo'yish boshlayotganimda endi bittasi shunaqa heyt qilyapti endi heyt man senga nima qildim nimaga meni yomon ko'rasan unaqa deyapman man senga nima qildim yo onangni palonchi qilyapsizmi yo'q qilolmaysan unaqa ishonga qilolmaysan aqling ham yetmaydi adangni ham aqli yetmaydi butun shajarangni mana bu daraxt borku do'dangni ham boshqa hamma o'sha полный lashkar pashkaringni aqli yetmaydi unaqa ish qilishga просто qattaligingni dedim keyin man kursdoshim yaxshi bir tashkilotda ishlaydi va o'sha skrinshotlarni tashladim bo'ldi tushunarli dedi yarim soat 40 minutdan keyin javob berdi u insonni adreslarigacha hammasigacha topib berishdi Samarqandda yashar ekan u inson qattaligini aytmayman va bordik mahalla komissiyasiga kirdik birinchi o'sha uchastkovoy noziriga kirdik shunaqa bo'lyapti anaqa bo'lyapti tushuntirdik o'zlari so'kyapti mana skrinshotlar mana nimaga deb yozsam anaqa bo'lyapti u paytda hali hozirgi qonun qoida yo'q edi qonunlar shtraflar sudlar 100 millionlar bu nimalar yo'q edi qaniydi bor bo'lganini deb qoldim va shu bilan biz u uyni topdik taqillatdik bir onaxon ochdilar eshikni endi man ko'ynaklarda galstuklarda borganman assalomu alaykum endi qo'rqitib yubormaslik maqsadimiz qo'rqitib yubormaslik assalomu alaykum o'g'lingiz bor ekanlar ishlamas ekan u inson mahalla komissiyadan bildik ishlamasligini o'sha временно безработный ya'ni vaqtincha ishsiz keyin biz bandlikka qarshi kurash markazidanmiz dedik endi va iloji bo'lsa shu o'g'lingiz bilan ozgina suhbat qilsak dedim yonimda endi ichki ishlar xodimi ham turibdi va boshqa insonlar turibdi mahalla raisi turibdi yordamchisi ham bir suhbatlashsak dedilar kelinglar dedilar shundoq kirdik hovliga darrov anaqalarni dasturxonlarni ochdilar parvardalar Samarqand nonlar o'sha atmosfera keyin qayerda o'tiribdi o'g'lingiz mana bitta xona bor shu yerda o'tiribdi bo'ldi xo'p dedim taqallatdim eshikni birinchi yana taqallatdim dedi dedim bu haqiqatdan ham bu menimcha dedim sal kasallarroq bo'lsa kerak bitta eshikni ochsam nogironlar aravachasida imkoniyati cheklangan inson o'tiribdi u meni ko'rdi men ham uni ko'rdim yoniga bordim endi to'g'risini aytsam mani azartim yo'qoldi man keldim topolmaysiz deb aytuvdingiz dedim man keldim yoningizga onam ham mashinada o'tiribdilar olib kelingmi onamni desam u yig'lavordi yoniga o'tirdim sigaret chakasanmi dedim yo'q man chakaman dedim o'tirdim sigaret chakdim sababi nima dedim mani yomon ko'rishingni ishing yurishmayaptimi yoki nimadir bo'lmayaptimi nima bo'lyapti senga dedim yo'q endi mana ko'rib turibsiz sharoitim ahvolimni yo'q endi dedim to'g'risini aytsam Alloh o'zining sevimli bandalariga dedim shunaqa sinovlar beradi dedim san dedim negativ yog'dirma hammaga o'zingga gunoh orttirmagin men senga shariat peshvolik qilmayapman man senga dedim yurtdosh sifatida deyapman bitta davlatda yashaydigan inson sifatida man senga aytyapman man seni dedim kechirib yubordim man seni ko'rganimni kechirdim seni
lekin dedim payti kelganda qiyomatda yoqingdan olmoqchi edim dedim. Men seni kechirdim dedim. Bu yoqgacha yetib bormadi xavotir olma. Aka kechiring meni dedi. Yo men kechirdim seni. Bundan keyin bunaqa ish qilmagin dedim. Bu senga dars bo'lsin dedim. Hali-haligacha shu inson meni vaynlarimga yoki video qo'ysam kommentariy yozib yorvaryapsiz-da, zo'r qilyapsiz-da deb yozadi. Shu bola bilan tanish bo'lib qoldik, do'st bo'lib qoldik. Keyin chiqib onasi bilan otasi bilan suhbatlashdik. Bu hammasi bekorchilikdan deb mahalla komissiya aytdi. Bu hammasi bekorchilikdan, hammasi hech nima qilmaslikdan, ko'p imkoniyat cheklangan insonlar mana chempion bo'lib kelyapti. Hattoki yurolmagan taqdirda ham deyapti. O'tirib telefonlar tuzatishadi, noutbuklar tuzatishadi. Bu qanaqadir ish bilan deylik bog'lab qo'yish kerak. Qo'li but, boshqasi but, nimadir harakat qilish kerak deb endi o'sha komissiya gapirdi, o'sha mahalla komissiya rais gapirdi. Biz endi tasdiqlab turdik. Eng katta ta'sir qilgan narsa o'sha men eshikdan kirib kelganimda bo'ldi. Endi baribir Xudoyam shunaqa qaning nima qilasan dedi. Hop mana shunaqa gap gapirdi, nima qilasan sen? Bor buzib tashlaysanmi, nima qilasan? Yo, men indaganim yo'q odamga. Men qo'lim uchun ham tekkizmadim, do'st bo'ldim, shundan 5 oldim. Keyin shu bilan g'alati holatda qaytdim. Keyin do'stim ham aytdi, dedi. Ketdim men. Qaytib olaman hamma narsani. Shu bilan yana keyin Registondan aylanib, kataysa qilib, keyin ketdik. Qaytdik. Bu 2 yilmi, 3 yil oldingi gap. 21-22 degan gap. Hech kimga zo'r keys bo'lgan ekan. Hech kimga hech qaysi podkastda, hech qaysi intervyularda gapirmagan. Hozirda 86 nolni. O'zi insonda o'zidagi hissiyotlar, o'zidagi psixologik holat, uyidagi holat, qorni och to'qligi, oddiy narsalarda atrofiga bo'lgan munosabatida shu narsa ko'rinadi. Shuning uchun qanaqadir negativniy yoki agressivniy odamni ko'rib, u odamga asosan rahmi kelish kerak-da. Har xil holat bo'ladi. To'g'ri. Shuning uchun ham ta'sir qilganiga ko'nglingizga olmaslikka harakat qiling demoqchi edim. Chunki buni o'ziga ham ta'sir qiladi u narsa. Albatta, aytmoqki, ijodkor inson o'zi emotsional bo'ladi. Qanaqadir gap gapirib qo'ysa, tim bo'l ayol kishi baribir ko'pirib ketadi. Baribir men o'qigan taqdirda ham ozgina asabiylashib oladi. Unut deysizmi? Ha, unutadi, keyin borib yana o'qiydi o'shanda, kelib yig'ilib oladi. Bormi shunaqa narsa? Endi men yig'lamaganman, lekin oldin anaqa nima deydi, negativ nimaligini tushunmagan paytimda Sardorga o'xshab men ham birga bir olishganman. Chunki u payt juda ham qiziqqon bo'lganman, yana tojikqon emasman, eng asosiysi. bo'lgan. Keyin bu narsa bilmayman, o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketdi. Endi baribir negativ u tegadi odamga. Xohlaysizmi yo'qmi, chunki siz har xil kayfiyatda ko'zingiz tushib qoladi. Baribir u telefoningizda paydo bo'lib qoladi. Anaqa nima deydi? Har bitta yozilgan anaqa kommentariy baribir kelib turadi-da, siz ko'zingiz tushadi. Siz podrobno kirib ko'rmasangiz ham baribir anaqa nima deydi, ko'zingiz qirrasi bilan ko'rib turasiz bu narsani. Javob beraman degan joyingizda vaqt bo'lmay qolishi mumkin. Yoki kimdir anaqa nima deydi, sizni chalg'itib qolishi mumkin. Lekin baribir u qayerdadir shu miyani orqasida qolib ketadi bu narsa. Menga qachondir kimdir mana shunaqa degandi. Endi umuman negativ emas, keling shu olaylik kommentariy. Konstruktiv kommentariy bor. Hamda anaqa nima deydi, men bu divanda o'tirib yoziladigan kommentariy bor-da. Konstruktiv kommentariy bu klaviatura qirollari. balkim konstruktiv kommentariyani sizni hamkasblaringiz qilishi mumkin. Sizga dars bergan ustozlaringiz qilishi mumkin. Uni siz yaxshi qabul qilishingiz mumkin-da, yoki anaqa nima deydi, ha mayli, men noto'g'ri qildim deb boshingizni egib ketishingiz mumkin. Lekin men bunaqa nima deydi, divanda o'tiradigan kommentariylar bilan baribir ularni menimcha joyiga qo'yish kerak. Ko'pchilik aytadi, anaqa vaqtingni ketkazib nima qilasan yoki tushuntirib nima qilasan? Yo'q, tushuntirish kerak deb o'ylayman bu narsani. Bor insonlar ularga shu bergan savoliga yoki yozgan kommentariyasiga javob bersangiz, tushunadigan odamlar ham bor-da bu narsani.
Siz javob berdingizmi? Keyingi safar bu narsani qilmaydi. К примеру, masalanda. Man ko'zim tushdi oxirgi YouTube'dagi kommentariyaga javob bergan joyingda bunga kommentariy yozilgan, bu javob qaytargan. Tagidan men sizni baribir juda ham yaxshi ko'raman dedim. Kommentariy kelgan. Insonlar kutishadi-da shu narsani. Ha, shunaqa. E'tibor ham so'rab oladiganlar ko'p juda hamda. Yozib iddiy bir bola deb yozib yuborishadi. Keyin mana bunaqa odamlar ham yozadi, mana bunaqa o'zi rasmi mana bunaqa, mana ahvolni qarab. Oka javob qaytarmaysiz bo'ldim. Oka men hurmat qilaman. Mas ukam yozib yubordi. Bu bo'ladi. Mana shunaqa joylari ham bo'lgan. Men telefonim menda emas edi, oka. Kimdir uxlatib ketuvdi, keyin militsiyaga berdim, topib kelishdi deydi. O'shalar yozgan menimcha deb qo'yadi. Xudo. Qilgan ishini doimo tan olish kerak odam to'g'risi. Не то, что o'zi inson tan olish kerak. Men qildim shu ishni deyish kerak. Bu yoqda qanaqa qilib? Xo'p, menda yana bitta savol. Vaynlarga. Obraz, o'ttiga yaratilgan obraz bilan men hozir hayotda ko'rib turgan obrazim, to есть haqiqat bir-biriga uncha mos kelmas ekan. Bilishim bo'yicha bunaqa kuzatuvlaringiz orqali yaratasizmi bu narsani yo'q qayerdan kelib chiqadi u? Yo'q, kuzatuvlar orqali men to'g'risini aytsam andoza olaman. Ko'pchilikdan andoza olib o'sha odamni kuzataman. Misol Bahochi Repitsa degan obrazim bor, yaxshisi. O'sha bizning mahalladagi shu Bahrom aka degan odam bor, o'shani obrazi u ham shu bardovый kostyumlarni kiyib olib, o'sha 80-90-yilda qolib ketganlar. Anaqa bo'lganda salla bilmaysan, yo'q, bilmay qo'yaveringlar. Bu odam o'sha deylik 70larga yaqinlashgan. O'sha odamning obrazida, o'sha odamning deylik personaj, o'sha yechilingan. Endi deylik domlalarga, o'sha o'qituvchilarga keladigan bo'lsak, o'zimizni institutdagi domlalarni kuzatuvi asosida qilingan. Bizda ham ustozimiz bo'lardi, otlarini aytmayman. Mana nima deydi, sessiyani yopib bo'lgandan keyin qanaqadir qog'oz olib keladi-yu. Nima deydi o'shani? Zachotka. Yo'q. Yo'q, zachotka emas. Zachotka emas. Yo'q, xos. Olang gapiz gapirasizlar. Yo'q. Ish qilib. Xullas, oxirgi mana zachotga qo'yildi, dekanatga topshirib olish kerak, mana yopdi deb. Xullas shunday qog'oz. Xullas qog'oz. O'sha qog'ozbozchilik. O'sha qog'ozni olib kelib, mashinga qo'l qo'yib bersangiz, anaqa men ketardim. Viloyatimga ketardim deyapti-da. Qaraganda. Qo'l qo'ysam bo'ldimi degan. Shunaqa qilgandicha men orqada to'g'ri uzrni qusib qo'yadiganman-da, kulaverib to'g'risi. Qanaqa bo'ldi? Bo'ldimi degan. Ana bola u bola totalniy singan-da, u bola to'g'risi. Psixika biroz taksi gaplashib qo'ygan narsalarga yozgi-da mana. Xona bijig'iyapti. Hamma har xil anvoy hidlar bilan sessiya yopilib va o'sha holatda men orqada turibman, menga farqi yo'q. Men to'g'risini aytsam, qanaq qarayaman, tez yopsam ketsam bo'ldi. 3 bo'l. 3 olsam bo'ldi, farqi yo'q. Bitta qiluvdilar, men o'sha doska tarafga, oyna tarafga ketdim. Men ana bolani kuzatdim-da ahvolni. Qildi-da. So'nggi umidlari barbod bo'ldi-da inson. O'shalardan olingan obraz, keyin o'zimizdan dekanimiz bo'lardi Rixstillik, o'sha odamdan olingan. Men maydochilik o'ynasalar bilan gapirganlardim, boshlari qizarib ketardi. O'sha insonlardan olingan, boshqa deylik personajlarni oladigan bo'lsak, hammasi shu hayotdagi bor insonlardan men yaqinda yangi personaj o'ylab topdim. Bu menimcha ayollarga ham yoqadi. Psixolog personaj bor bitta. Yagona yaratuvchi. Nimadirlar tam hozir uni ismi haqida o'ylayapmiz. Ya'ni u inson qanaqa ismda bo'ladi? Pariklar kiyiladi, yarki, yorqin kostyumlar kiyiladi. U sal boshqacharoq bo'ladi. Obrazlar yechilgan. O'sha psixolog erkaklardan yechilgan obrazlar.
menimcha psixologiya bilan qiziqadigan insonlar bu mani Yodib olib gaplarimdan, ko'rsa mani gapirayotgan gaplarimdan qaysi psixologlardan olganligimni juda ham yaxshi bilishadi. Chunki psixologlar ko'p-da bizda ko'payib ketgan. To'g'ri yo'naltiradigan, to'g'ri yo'naltiradigan psixologlar bor. Ularning o'ziga ham psixolog kerak bunday qarasa. Ularga psixiatr kerak deb o'ylayman bir xillarda va xohlagan gapini gapiradigan psixologlar bor. Va shunaqa psixologlar bor, erkak psixologlar ayollarga aql o'rgatadigan psixologlar bor. Shunaqa psixologlar ham bor. Men ularni tushunmayman. Men misol erkak bo'lib turib, eringiz bilan takoy munosabat qiling desam, men qo'ya qolgan deyishadi. To'g'risi, g'alati-da bu narsa. Ayollarga ayol o'rgatish kerak, erkaklarga erkak o'rgatish kerak. Men ko'raman chiqib keladi, qo'ya qol deyman, yana chiqib ketib qolaman. O'shanga mayli. Bu ham media mahsulotda, bu biza ko'rganimizni, bizni qiziqroq bizga. Bizni ko'rib, men ayolim bilan bo'lishib o'tiraman. Chunki ayolim ham psixologiyaga qiziqadi, yaxshi psixologiyaga qiziqadi, lekin joy unaqa safsata psixologiya emas. Yengilliklar bormi umuman? Ha, yengilliklar bor. Birinchi yengilish 35 kiloga yaqin vес tashlagandim. Ikkinchi Bu grandiozniy yengillik bu. Ikkinchi yengilish soch ektiraman yaqinda. Вот. Va hozir zar. Boshqa Shunaqa bo'ladi. Jingeli bo'lib ketadi chochimasa. Ano teacher Azamga o'xshab kimyo qilib Yo'q, fizika qilaman. Fizika bor. Xullas, hozir yurtimizda media futbol rivojlangan, ya'ni media jamoalar. Xullas, ko'zimizdan chirt yumib, menga yaqin bo'lgan insonlar bilan Nodir aka Pulatov, Abdujalil Hasanov, ya'ni o'sha bizning klub prezidenti va Abdumalik Kadirovlar bilan mana shuni o'tirgan holda choy ichib bir заведениеda, как говорится, chiki baba. O'tirib shu media futbol haqida ozgina gaplashib, o'zimizga ham media jamoa ochishni niyat qildik va ochdik. Media jamoani oti U2, ya'ni sen ham degani. 20 ta o'yinchini tanlab oldik. U 20 ta o'yinchilar ham hammasi professional futboldan chiqqan insonlar. Xuddi san'atga o'xshab o'tdan kelib qolgan insonlar yo'q. O'tdan futbol sohasiga 3 ta odam ko'chadan kelib qolgan. Endi u bizni birinchisi men albatta. Endi men mediasini olganman, ya'ni o'sha aylantirishlar, men sal boshqacharoq yo'l bilan ozgina aylantirmoqchiman u komandani, ya'ni jamoani. Ko'p media jamoalarda challenge'lar bo'ladi. Kim uzoqqa velosiped uchish, kim ko'p jonglyor qilish, endi nimadirlar. Men dedim kriteriyasini o'zgartiraman dedim. Men dedim bolalarni vayn orqali ko'taraman dedim. Vayn orqali ko'taraman dedim. Birinchi bizga yordam kelgan katta aktyorlardan bittasi bu Javohir Zokirov bo'ldi. Javohir Zokirov mana post joylandi, mana bu post joyladim. Yaxshi qabul qilishyapti, yomon emas. Va keyingi roliklarda ham katta aktyorlarni olib chiqish niyatimiz bor. Meni asosiy qiladigan ishim, ya'ni mediasini rivojlantirish. Bolalarga, ya'ni o'sha bolalarga, futbolist bolalarga, futbolchi bolalarga, sportchilarga ozgina kameraga ishlashni o'rgatish, ozgina aktyorlik mahoratdan dars berish. Ular hammasi taxta, chunki ular sportsmen. Ular sportchilar, ular juda ular ham emotsionallar, ular juda emotsional, kimdir nimadir o'xshamay qolsa bir-birini bo'g'zidan olib baqir-chaqir qilib ushib ketib qolishadi. Chunki sport. Necha yoshdan necha yoshgacha u yerda? To'g'risini aytsam, eng kattasi 95-96-yil, eng kichkinasi bir 2003-2004 shunaqa. Yosh chegarasi shunaqa, yosh chegarasi shunaqa. Va ularda ism familiya bo'lmaydi, ularni xohlagani ism familiya qiladi yoki nickname qiladi o'ziga. Ha, nickname. Bir futbolchimiz bor, Shahboz degan bola bor. Uni laqabini, nickname'ini laqab kuchukli bo'ladi deb yozish mumkin kimdir. Nickname'ini qariya qilganmiz. U o'ziga qariya deb yozmoqchi bo'lyapti. Va Kamron degan bola bor, u Kante bo'ladi. Misol uchun. Bular mana shunaqa qilib o'ziga nickname'lar bilan otlarni yozib chiqishadi. Ertaga anaqaga respublikaga chiqib ketsa, qariya. Hozir gol urdi. O'zini mana fotosessiyalarni qildik, roliklarni sekin-sekin olamiz
va o'yinlar o'tkazdik, 3 ta o'yin o'tkazdik. Bittasida 1-1 o'ynadik, bittasida 5-0 ga yutdik va bittasida 3-1 ga yutqazib qo'ydik. Bu o'rtoqlik uchrashuvlari hozircha biz hozir bozorni o'rganyapmiz. Ya'ni qanaqa jamoalar bor, boshqa. Hozir biz ofitsial tarzda tarixni boshladik. Abjal Hasanov trenerimiz o'sha klubimizning prezidenti bor. U juda ham madaniyatli insonda. U juda ham chiroyli gapiradi. U chiroyli gapirishi, извини, по-братски, конечно, asab ketyapti bir xillarida. Yomon vamagat qiladi bir xillarida. No, как бы bizni bu bola bilan bitta miya bo'lib qoldik. Biz bir-birimizni hozir to'ldirib, u futbol kriteriyasi bo'yicha o'ylasa, men bu yerda media sohasi bo'yicha o'ylayman. Abdumalik Kadirov sound prodyuserimiz bor bizani. Endi siz bu kechirasiz, gapingizni bo'ldim. Sohaga kirib kelishingizda baribir malaka oshirish. Albatta, malaka oshirdim. Men O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida o'qidim. Men kurslarida va D kategoriyaga trenerlikka, ya'ni murabbiylikka ega bo'ldim. Yani sertifikatim bor, meni qayerdan kelib qolding so'rab o'tirmayman. Sertifikat bor, hatto ko'rsatishim mumkin. Men jo'natib yuboraman, uni chiqarib berasizlar. Xullas shu media jamoamiz rivojlangan sari rivojlanyapti. Biz o'ylaymizki, media jamoalar katta futbolni urib qo'yishi ham mumkin. Chunki qonun qoidalari bor. Misol uchun Rossiya ligasida va Qozog'iston ligasida shunaqa joylari borki, qaysidir bir daqiqada siniy мяч degan tushunchasi bor. Siniy мяч, ya'ni ko'p to'p tushadi. 3 daqiqami, 5 daqiqami. O'sha ko'p to'pda gol urilsa, 2 ta gol hisobiga o'tib ketadi. Xo'p. Rossiyada menimcha qizil edi, menimcha krasniy мяч edi. Endi men aytdimki, biz chunki Ostonaga borib keldik. Ostonada o'sha media futbol sohasida bo'yicha основательlari bilan ko'rishdik, gaplashdik. Ulardan ancha narsa ma'lumot oldik. Ular qanaqa yurg'izadi, nimadan, nima orqali daromad topadi. Shularni hammasini o'rganib, baribir so'rab surishtirgan o'ziga olim deydi, nima deydi? Surishtirmagan o'ziga zolim deydi. Xullas shunaqa baribir so'rab informatsiyaga ega bo'lib biz bitta qarorga keldik va sekin-asta bilan boshladik. Xullas yomon emas, yaxshi ketyapti. Bolalar yaxshi. Bundan buyog'i team buildinglar, ya'ni kurslar boshlanadi. Meni kurslarim futbolistlarga dars berish boshlayman. Aktyorlik mahorati bo'yicha. Endi bizga nima kerak? Futbolistlarga aktyorskiy kerakmi? deydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, просто o'zinglar uchun Cristiano Ronaldoni ko'ringlar. Mediyniy odam. Bu ham mediyniy inson. Messini ko'ringlar, boshqa futbolistlarni ko'ringlar. Deylik, o'sha Mbappe bormi, Vini bormi, Abduqodir Husanov bormi, o'zimizni yaxshi ukamiz misol. Ko'ringlar. Ular ham majbur u narsaga. Ular media sohasiga kirishga majbur. Ming sportda bo'lsa ham, o'zimizni katta boksyorlarni oladigan bo'lsa ham, chiroyli rasmga tushib bersa, ular tushib beradi. O'zimizning jangchilarimiz bor, misol uchun. Ular ham hammasi baribir ham media sohasida, ham sport sohasida ham tidab ketish kerak. Endi futbol jamoasiga kiradigan bo'lsak, boshida kelib ketganlar bo'ldi, ishonmaganlar, pul bermas ekan u deydiganlar bo'ldi, lekin mana shu 20 ta bolaga men shu ko'rsatuvda, ya'ni shu podkastda minnatdorchilik bildirmoqchiman, shu ishonib qolganingiz uchun, bizning ishonchimizni oqlayotganingiz uchun. Lekin yutqizib qo'ydinglar-da. Chunlarga o'sha narsa. Ketdi, minnatdorchilik ketdi oxirida. Xullas, kimda kim shu jamoaga qo'shilmoqchi bo'lsa, bemalol YouTube media futbol jamoasining Instagram akkauntiga kirib ko'rsanglar bo'ladi va yozsanglar bo'ladi. O'sha to'rtta emas. Kiyim do'konlarim aytadigan. Ay, rahmat kattakon Sardor aka. Rahmat bo'linglar. Bizda shu bitta an'anamiz bor. O'sha an'anani sizga aytish esimdan chiqib qolibdi. O'sha ko'p narsa esingizdan chiqdi o'zi bugun. Mayli, uni unutib Mayli, endi dastavka qilib yuborsangiz, biz har bitta kelgan anaqa nima deydi, mehmonimiz sovg'a. Ustini tashlab ketsam. Parikka solib kelganingizda parik tashlab ketardingiz. Parik? Yo'q, pariklarim qimmat. Parikni tashlab keta olmayman. Chunki mana stolimiz ustida hamma kelgan mehmonlarimizdan bizda mana shunaqa Sovg'alar bor. Sovg'alar bor, ha.
Yo'q, mashinadan tashlab ketolmayman. Mayli. Kelganingiz uchun rahmat. Salomat Yana bo'linglar. bir bor Siz siz yaqin bilan bo'ling. yaqindan tanishib juda ham xursand bo'ldik. Chunki ko'pchilik boshida aytib o'tganimdek Sardor akani faqat shu Vine'lar orqali bloger sifatida, komik nima deydi, bloger sifatida tanishadi. Lekin haqiqatan bu inson juda ham nima deydi, o'zini bazasiga chamadoniga ega bo'lgan insonlardan biri. Bagaj. Chochda to'kilib ketgan. Boshqa shunga. podkastlarda roliga kirib gapirdim. Bu yerda sal nima deydi? Jiddiyroq men o'zgardim. Xullas, odam baribir Qozog'istondagi kinolarda tushib ketdilar. Xudo xohlasa yaqin orada menimcha ko'rib qolsak kerak ularni. ko'rib bo'lishdi. 2024-yil 28 dekabrda chiqdi. Yo'q, men o'zi kino ko'rmayman, tan olish kerak. Kinopoisk platformasida ko'rsanglar bo'ladi. Biznes по казахски Bo'ldi, bu yog'ini kesib tashlang. Yo, to'xtanglar, men hozir. Xullas. Bo'ldi, rahmat kattakon. Keyingi ko'rsatuv bilan nimaga ko'rsatuvda uraman? Keyingi podkastlarda ko'rishguncha. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Ko'rishganda ko'rishguncha 100 metrdan keyin 10 ga buriling. Siz yetib keldingiz. Salomat bo'ling.